pul beraman, ishlataman. Ya'ni hozir institutni tugatib ishlayotganlar foizi 6% ekanda. O'zbekistonda Realni o'qishni tugatib, realni o'zini sohasida, dokument emas, realni ishlayotgan 6% ham chiqmaydi. Men 20-15% ga garantiya beraman. Olaman. $100,000 har biriga shot berib, treyderlarga bularga proyektdan shunaqa mexanizm ishlab chiqqanman. Har bitta developer proyektni sherik bo'ladi. Bo'lagiga sherik bo'ladi. Естественно, unda o'zida interes bo'ladi. Ha, sizda men ularga equity taklif qilasiz. Da. Ham fix pul yashashi uchun, o'zi uchun share bo'ladi. O'zini kompaniyani qaysidir miqdor qismi o'shaniki bo'ladi. To есть shunda rivojlanamiz. Men o'zim bo'lay demayman, biza bo'laylik.